Masak stop bu tushunmadim. Ha, choq ko'cha o'rtasida kimlik stop do'stlar axir bu jinsi yo'q. Bu yerda ham yo'q bo'lsa kerak. Xo'sh qani? Xo'sh hech narsa ko'rmayapti. Okey, qani bu yerda ham hech narsa yo'q. Do'stlar. Og'ayni qayerdasan? A devor ortida? Tushunmadim. Jennerson bo'lanadi qishloqda hattoki ketishni ham iloji yo'q. Na mashina, na aloqa. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Kompotman va yangi videomga xush kelibsizlar. Do'stlar, afsuski telefonimni quvvatlay oldim, ammo aloqa yo'q. To'g'ri, chunki bu o'rmon Jennerson. Ha, Kompot, sizni kutayotgan edim. Nimadir bo'ldimi? Ha, bugun ham qolasizmi? Albatta. Pulni to'lab qo'yishingizni so'rardim. Pulini? Lekin pulim qolmadi. Unda ketishingiz mumkin. Lekin to'g'ri, xo'p, mayli, rahmat. Arzimaydi, kelib turing. Balki o'zimizni qishloq bo'lganda meni olib qolgan bo'lardi, ammo begona qishloq, men ham bularga begonaman va bular juda ham ekan, mehmon do'st emas. Shuning uchun ham bilmadim, ko'chada qolish, lekin do'stlar juda ham xavfli, yana ayniqsa ben nima qilyapti ekan, qiziq. Bilasizlarmi do'stlar, uni men kechasi bilan kuzatib chiqdim va xullas har doim ketishni boshlaganda qayoqqadir ketar ekan va hozir ham yoki uyda yoki aylanib yuribdi shu atroflarda va biz uni kuzatib bilishimiz kerak qayoqqa ketayotganini. Shunda balki toparmiz nima qilmoqchi bo'lganini, lekin Ritelga aytgandi butun odamlarni hammasini vampirga, ya'ni qonxo'rga aylantiraman deb, bilmadim do'stlar. Hali bilishimiz kerak nima uchun bunday qilmoqchi, hammasini bilib olamiz. Ammo avvalgi men qayoqqa uxlasam bo'larkan, shuni joyini topib olishim kerak. Hech bo'lmasa birorta uymi ko'ramiz do'stlar, ko'ramiz hali, ammo ana uni kuzatishimiz kerak. Ben xo'sh. Bu yerda hech kim yo'q. Mana quyosh ham botib boryapti. Hozir boramiz va kuzatamiz. Mana bu yerdan o'tib olaman. Daraxtlar atrofidan, shuningda meni ko'ra olmaydi Floss. Jennerson. Xo'sh. Qani bu yerdan ko'rinmaydi, yaqinroq bo'lish kerak. Hech kim ko'rmayapti hozircha. Qani? Xo'sh. Mana ichkarida turibdi. Do'stlar, bilasizlarmi, bu yo'qmi, qayoqdir ketyapti. Bu bizning imkonimiz uni tutib olishimiz yoki kuzatib borishimiz kerak. Qayoqqa borishini. Do'stlar, hayajonlanib ketyapman. Jennerson. Har safar ko'rgan nima meni sezmadi, men qochmoqchi edim. Sezmadi, yaxshi. Lekin g'alati do'stlar, g'alati. Chunki burni tagidan o'tib ketdim. Yo'q, lekin bu yaxshilikka omadim keldi. Xo'sh, hozir esa uni kuzatamiz. Qiziq. Qaysi tarafga ketar ekan? Balki birorta uyga kirib olar. Bilmadim. Chunki men faqatgina derazadan kuzatdim va u yerdagi derazadan hamma narsa ham ko'rinmaydi. Bu yerda esa hozir biz kuzatishimiz mumkin. Baribir ham qolishga joy yo'q, shuning uchun kuzatganimiz ma'qul do'stlar. Bo'pti. Xo'sh, balki aylanib o'tarman. Mana bu tarafda aks holda yana ko'rib qolishim mumkin. Xo'sh. Stop. Qani? Yo'qmi? Ko'zdan yo'qolib Jennerson. Qaysi tarafga burilib ketdi? Jennerson. Mana. Yo'qolmabdi. Yaxshi sekin. Xo'sh, balki mana bu yerdan yashirinib olaman. Xo'sh. O'simliklarning orqasida meni ko'rmasligi aniq. Jennerson to'xtadi. O'tib ketdi. Xo'sh, qani? Halim ketyapti do'stlar. Yaxshi ketayotgani yaxshi, lekin juda ham sekin yurish yoqmayapti. Menga mana kechishni boshladi. Xo'sh, yaxshi do'stlar, kechishsa bundan ham yaxshi bizni payqamaydi. Yaxshilab yaqinroq borishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh. Qani endi? Hali ham ketyapti, qishloqdan chiqmoqchi. Qiziq. Do'stlar, nima deb o'ylaysizlar? Qayoqqa borishi mumkin? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Nima deb o'ylaysizlar? Hozir qayoqqa boradi u? Yaxshi. Mana yerda to'xtab yuryapti. Shuning uchun orqadan aylanib o'taman mana bu yerdan. Shunda sezib qolmasligi aniq. Qani? Mana do'stlar, mana o'tiribdi. Yaqinroq yurib ketyapti. Xo'sh. Bo'la qol, tezroq yursang Jennerson seni. Bilasizlarmi, uni o'zi ham bir g'alati
qanaqadir xuddi ko'pchilik birdaniga gapirayotgandek avvalgi qismda eshitgan bo'lsangiz kerak, quyosh botyapti va hozir balki zajgalkani olib borarman, chunki juda ham qorong'u bo'lib ketadi hozir. Lekin zajgalka bilan yursam sezib qolish mumkin, mayli. Jursin. Xo'sh. Sekin oy ko'tarilyapti. Okey. Xo'sh do'stlar, sekin bugun to'lin oy chiqdi. Balki shunga kelgandir, to'lin oy bilan nimadir qilmoqchidir. Biror bir marosim uyushtirgandir. Qiziq. Ha, mana oyga qarab ketyapti. Menimcha hozir kinolardagidek bir nima bo'lsa kerak. Hozir o'zgarib, stop. Ichkariga o'tib ketyapti, o'rmon ichkarisiga. Tushunursin, balki u yerda o'ziga o'xshagan do'stlar bordir. Vampirga, ya'ni qonxo'rga aylantirgan boshqa odamlar bilan birga uchrashar. Qassoq do'stlar, balki ehtimolga qarshi yo'q bo'ldi. Shunday ketavermay, unchalik ham hali qorong'u emas, chunki to'lin oy juda ham yorug'. Xo'sh, qanaqadir binoni ko'ryapman. Rusiyadan bino. Ana shu yerda hozir ular uchrashadi o'ziga o'xshaganlar bilan. Tushunarli. Mana shu yerda uchrashar ekan. Xo'sh, qani do'stlar. Sekin boramiz. Yaxshi. Qani. Ana shu yerda. Sekin do'stlar, mana bunday qilib qaraymiz, xo'sh. Ichkariga kirib ketyapti. Lekin ichkari unchalik ham yaxshi ko'rinmayapti, bo'pti. Hozir biror nima o'ylab topamiz, tushunursin. Mana bir sinov ekan. Chiqsa bo'ladi agar, lekin uzoqqa ketyapti. Tashlandiq, nodir g'alati bino ekan. Balki shu bu yerdan borsam hozir meni aniq sezib qoldi, shuning uchun sekingina bu yerdan ketgan ma'qul. Shuning uchun hozir mana bu yerdan yerni olaman, mana bu yerga chiqib olaman. Shunda tepadan qarasam osonroq bo'ladi va sezib qolmasligi aniq. Xo'sh, bo'pti. Xo'sh, qani. Tushunursin. Sirpanchiq loy. Bo'pti. Mana shu yerga qo'yamiz, yaxshi va joy mana bo'ldi. Xo'sh do'stlar, sekingina chiqishimiz kerak va qani mana bu yerdan o'tamiz. Xo'sh, ana u yerda o'tiribdi. Qanaqadir qutilarning yonida. Xo'sh, sekin mana bunday boramiz. Yaxshi. Hozir do'stlar, qani ko'raylikchi. Qani bo'lsa kerak. Hozir ozgina bo'lva. Mana u qassoq nima qilyapti ekan bu yerda? Shu do'stlar, bu o'yinchoq qutilar emas, qanaqadir tobutlarni oldiga kelib nimadir qilmoqchi bo'lyapti. G'alati do'stlar, qani. Mana bu yerda ham teshik bor ekan, qani. Ko'raylikchi. Buni qaranglar, yana tobutlar. Tushunmadim, shuncha tobutlarni nima qiladi bu? G'alati. Mayli, hozir. Xo'sh. Jursin, to'xtab qoldi. Ketyapti. Sezib qoldi deb o'ylabman. Bo'ldi, ketyapti. Ajoyib. Xo'sh, endi bu yerdan hozir yaxshilab tekshirib o'tsak bo'ladi hammasini. Bo'pti do'stlar, hozir Jursin ketdimi? Menimcha ketyapti, qani. Oxirigacha borishimiz kerak do'stlar. Uzoqqa ketib bu yerdan chiqqanda Jursin yana ketyapti. Jursin to'xtab qolganda qo'rqib ketyapman. Bo'pti, endi mana bu yerdan hozir tushamiz do'stlar. Hozir bo'ldi. Endi ko'rib chiqishursin. Yo'mayo. Bo'pti. Zajgalka yaxshi. Xo'sh do'stlar, bu yerda tobutlarni tushunursin. Balki ichida kimdir bordir, ammo ochib ko'rish niyatim yo'q. Skelet. Nimalar bo'lyapti bu yerda? Yaxshisi bu yerdan tezroq ketish kerak yoki politsiya chaqirish kerak. Ammo politsiya chaqirishga signal yo'q. Men ketdim do'stlar. Bo'ldi, qiziq emas. Boshqa nimalar bo'layotgan? Mana hali ketmabdi. Hali shu atrofda yuribdi, tushunursin. Yo'mayo, ko'rib qolish mumkin meni. Balki shu yerda o'tirib turar mana yana yarim soatcha. Shunda qiziq, bu plitalar nimaga kerak ekan? Balki tuzoqdir, tushunursin, men esa bosib yotibman. Lekin bu bino shunchalik eski, hech qanaqa tuzoq bo'lmasa kerak. Bo'lsa ham ishlamaydi. Tushunursin. Skelet, yo'mayo. Mayli. Bu yerda ham xona bor ekan. Va yana tobutlar. Tushunarli.
Lekin juda ham qiziq, nimaga bunga tobutlar kerak bo'lib qoldi? Balki ichdagi o'liklarni tiriltirmoqchidir, agar ichida umuman o'liklar bo'lsa. Menga bu endi qorong'u do'stlar, bu yog'ini bilmadim. Mayli, ketib bo'lgan degan umiddaman va hozir otlanamiz, qaytamiz. Chinarson haliyam shu yerda, yo-moyo. Sekin o'chirib qo'yaman. Bo'pti. Do'stlar, bilasizlarmi, juda ham yo-moyo telefon. Chinarson. Mayli, eshitib qolma degan umiddaman. Lekin yerga tushgunchalik ham haliyam o'sha yerda turibdi. G'alati do'stlar, lekin ertalab bo'lyapti. Bu degani hozir u bu yerdan ketadi. Chinarson kechasi bilan uxlamasdan yurib chiqdik. Mayli, hozir do'stlar tekshirib ko'ramiz zapravkani. Balki odamlar kelishgandir, mashinam tuzalgandir. Agar do'stlar mashinam tuzalgan bo'lsa, bu yerdan ketaman va politsiya chaqiraman. Agar mashinam tuzalmagan bo'lsa, shunchaki politsiya chaqirib qo'ya qolaman. Chunki bu qishloqda va ana yerlarda bo'layotgan narsalarga do'stlar umuman odamning aqliga sig'maydi. Mana mashinam va Chinarson, nimaga hech kim yo'q? Yana hech kim yo'q. Qanaqasiga bu joy hali ham kechasi bilan birgalik edi. Stop. Yo-moyo. Ben Chinarson. Nima? Yo'q, men bunday bo'lishini istamayman. Chinarson, ortimdan kelma. Yaramas. Yo'q, tezligini-chi ba'zida sekin. Stop. Nimaga ortimdan chiqmayapti? Negadir ortimdan kelmayapti. O'zi ham o'chib qoldi. Hoy. Qiziq. Ortimdan kelmayotgan ekan. Demak imkonim bor, qochib ketishim kerak. Qishloqqa, u yerda odamlar ko'p. U yerda hech narsa qila olmaydi menga. Do'stlar, tezroq yetib borishimiz kerak va birinchi navbatda o'zimga yashirinadigan joy topishim kerak. Aks holda yana mana bunday hujum bo'lib qolsa, bilmadim nima qilaman. Shuning uchun ham hozir do'stlar bu yerga tezda o'zimga joy topmasam bo'lmaydi. Bundan tashqari bilasizlarmi, hozir ana uni uyiga kirishimiz kerak. Chunki hozir o'zi zapravkada bo'lsa, biz uni uyiga kirib biror nimalar qidirib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ana shunda biror nima topsak, uni o'ziga qarshi ishlatishimiz mumkin. Mayli do'stlar, balki biror bir bizga ojiz tarafini toparmiz. Asosiysi uyga borib yaxshilab hammasini tekshirib chiqishimiz kerak. Shunda biror nima qo'limizdan kelishi mumkin. Lekin bunga ishonchim komil emas do'stlar. Endi quyosh ko'tarilyapti, demak vaqtimiz ko'p. Bo'pti do'stlar, hozir uyga boramiz. O'shana uyi qishloq chekkasida yolg'izgina turibdi. Yoki bo'lmasamki do'stlar, bilmadim, o'zimga uy topishim kerak, lekin birovning uyiga bormoqchiman. Lekin ana o'sha jitelga do'stlar tekshirib ko'rishimiz kerak. Balki jitelga bu hech narsa qilmagandir. Hozir borib hammasini bilib olamiz. Yerto'lga tushamiz ichkarida. Lekin birov yo'qmikan? Bilaman, jitel anarog'i qonxo'r jitel zapravkada turibdi hozir. Lekin baribir ham bir tekshirib olishimiz kerak. Hech kim yo'q, bo'sh. Ajoyib. Xo'sh, qani bu tarafdan ham bo'sh. Ajoyib. Yaxshi do'stlar, hozir eshik yopiq, yo-moyo. Hozir bo'ldi. Buzildi. Okey, endi ichkariga kiramiz va kalt aytgan do'stlar, axir bu o'sha mehmonxonachi aytgan ovqatlar turgan xonadan kalt mayli olib olamiz. Balki kerak bo'lib qolar va unga berishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, do'stlar, bu yerda ham tobut turibdi va bu yer ochiq. Chinarson qadam tovushlari. Yo, ketim. Eshikni biror nima bilan yopib qo'yish kerak. Yo'q, vaqtim bo'lmaydi. Qochishim kerak bo'ldi. Do'stlar, agar bu yerda turgan bo'lsa, zapravkada kim turibdi? Yo-moyo, yana savollar, lekin javoblar yo'q. Chinarson, balki bilmadim nima qilishni. Bu qishloqda hech kimda telefon yo'q, na internet bor. Xo'p, mayli do'stlar, hozir kaltni mehmonxona egasiga beraman va keyin ko'ramiz nima qilishni. Ungacha esa mayli, hammaga tomosha uchun katta rahmat va do'stlar, bo'ldi. Xayr.